shu novoz mana baraka bo'pti hozir. Milyonga sotildi aka. Sherigini pulini bering desam, bu odam 31 million beraman deyaptilar. Olmaydi olmaz aka. 2 million so'rab aka. Zamandan gelip bunu alın. Bunu görsün mağluber. Uzoq o'zi yaxshi ekan, badani ham zo'r ekan. Istin olib keladi. Mana buni necha so'radi shu bozorimiz? Buni 23. Bunisi-chi? Bunisi 25. Charchamayapsizmi aka? Charchamayman. Kayfiyatingiz zo'rmi? Yaxshi. Necha so'rayapti bu qani? Mana 28 ya. Boğağa fakat. 44 degenci. Qo'lda chizdik. Mayda. Bunday maydalashmang aka. Bunday maydalash. Cholman qo'ying kerakmas. Nechi bo'ldi? 34 million. Buzmay ketmaydi. Bossing. Bir so'm ketmaydi. 33 million 300. 33 million 300. Necha pul bo'ldi aka? Yaxshimi? 31 tartin kapin. 14,5 million. 7 ta ramka bitta eshigi bor aka. Qayoqqa dedingiz buni? O'zimizni qishloq aka, Oqmahal mahallasi, Parsi zarimshaharimiz aka, shu o'zimiz mehnatga aka, nasib qilsa o'rnatib yasaganmiz, o'rnatib beramiz. 1-2 kun narpaga yasaganmiz aka. Buni dushanba kuniga reja qilganmiz, o'rnatib berishimiz kerak bo'ladi. Akasidan charga yasaganmiz aka, o'rnatib beryapmiz. Engelbek aka. Shunday metallari 1,5lik, 2lik metallar qo'yiladi, ichidagi bo'ladi. Issiqqa sovuqqa chidamligi bo'yicha profili 2,4 mm bo'ladi aka. Ana zirkalo oyna aka. Qaraganingizda tashqi tarafni o'zingiz ko'rib turasiz aka. Mehmonxonalarga shunaqa joylarga qo'ysa bo'ladi. Ichkari taraf ko'rinmasligi uchun gulni oyna qo'yilgan aka. Kvadrati 1,5 million, 1 million 400 ming razmeriga qarab, shunga qarab chiqadi profil. Juda ham sifati zo'r aka. 6,5 cm. Bu tomonda o'zi oynalarimiz shotlanka qilib tayyorlangan ekan. Hozir bunaqa shotlangan, qolganini unaqa shotlangan gullik qilib beramiz. Ishlarimiz bilan birga aka mehnatga tayyor bo'lgan. O'rnatib berishimiz kerak. Hojatxona banyalar uchun ish yasaganmiz aka. Pavoratga aka. Favorit shaharga. Aka ish ham qilamiz, tayyor holatda kelyapti aka bu yerda. Mana shu yasab, keyin asta 20 metr bo'ladiganlar qilib, tashqariga chiqarib, keyin ustunovga olib ketamiz aka. Mana baraka bo'pti hozir. Chesti iston, mana savdolari va pullari sanalyapti. Nechiga o'tdi endi raska? 32 million aka. 32 million boy oldilar. 32 million so'mga mana shu mol o'tdi. Iston nasl uchun olaman deb Istonda olib ketyapman. Barchaga assalomu alaykum. Samarqand Pazarg'on Juma mol qo'y bozoridamiz. Ona bola sigir va katta novvoslarni adilni bitta video qildik. Bu yerda o'saydigan, yoshidan, demak, boqilaydiganlardan adilni video qilamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, like, kommentariy, podelitsiya qo'ysangiz juda ham xursand bo'lardik. Hafta kuniga shanba 6-iyun 2026-yil. Mana. Boyagi Istonni sherigi mana shu. Necha so'rayapti shuni? 31 million so'rayapti. Sherigi sotildimi? Ha. Sherigi 32 millionga sotildi aka. Sherigini pulini bering desam, bu odam 31 million beraman deyaptilar. Olmaydi olmaz aka. 31 millionga savdolari bo'layapti ekan. Hozir mana shu yo'q. Mana. Like, kommentariy bosib qo'ysa, kechagi haftaga qaraganda bugun savdo avjroq. Yaxshi bo'lyapti savdo. Aka bu Shirboz. Yaxshimisiz? Necha savdo bo'lyapti bu? 30 million so'rab aka. Zamandan gelip bunu alın. Bunu görsün mağluber. Uzoq o'zi yaxshi ekan, badani ham zo'r ekan. Stoykalari ham tekis. Chiroyli mol ekan. Ya'ni zo'r mol ekan. Mana keyingilari Simentalga gibrid, joydari mana bu qandaydir gibrid yaxshi mol ekan. Oldi mana shu bolalar yaxshisini olib keladi. Mana hormon yaxshimiz. Necha puldan ekan bular? Buni necha so'radi shu bozorimiz? Buni 23. Bunisi-chi? Bunisi 25. Buni qancha? 26, 27. Zo'rmisiz, charchamayapsizmi? Charchamayga oldingizmi? O'z simentallar. Simentallar kichkiyam. Do'stlar aka, hormang yaxshimisiz? İşler zorma. Charchamayapsizmi aka? Charchamayman. Kayfiyatingiz zo'rmi? Yaxshi. Necha so'rayapti bu qani? 28 ya. Chekkada janjal bo'lyapti. Mana bolaga mola berish kerak. Hozir kesib taqiladi langizni. Aka.
Sen nima deding? Eshitdi. Gapirdingmi yo'qmi? O'shini davoy beryapti. Yo'q. Eshitdim yana nima? 1 million 200 ming. Oxirgi 43 million 200 bo'lyapti. 500 ayting baraka bo'ldi. Bo'g'a faqat 44 degan joy. Bo'ldi 200 ayt. Mayda. Bunday maydalashmang aka, bunday mayda. Cholman qo'ying kerakmi? Necha bo'ldi? 300. Ko'ring aka, ko'p. Sabat bo'ldi, bersanmi deydi. Bo'ldi, baraka bo'ldi. Sog' bo'ling. 43 million 200. Mana shu ikkita mol. Necha pulga baraka bo'ldi bu? 22 millionga baraka bo'ldi. Qo'ydi ana bo'lsa. Mana bu. 22 bo'ldi. 22 ga baraka bo'ldimi? 22 ga baraka bo'ldi aka. Pul sanalyapti. 22. Qayerga ketdi? Bog'onalig'a. Salim Mallayevga ketdi 22. 22 million. Omaram ta'sirga ketdi. Omaram ta'sir. Va merdan bu. Dolyano. Nardan boy endi xizmat qilgan. Ishingizga omad, charchamang. Mana ketdi, xudo xolasa. O'tkiziray. Chetdalarga hammasi salom. Salomat bo'ling. Charchamangizlar. Jon sog' bo'lsin. Ana. Barakasi bo'lganlardan ham ko'rsatamiz. Bu necha pul ekan bu? Yaxshimisiz? 23 million. Bozor necha qildi aka? 19,5 20 so'm. 19 million 500 va 20 milliongacha so'rayapti. Mana. Mol yomon emas. Ikkovini qo'ying, ikkovini qo'ying. Saktar bozor. Kecha hafta ham qo'ydingiz, bugun ham qo'yapman. Nechi deyapsiz aka? 34 million. Buzmay ketmaydi. Bosing. Bir so'm ketmaydi. 34 million so'rayapti. To'g'risi gap, kam bo'ladi. Ochib ayting. Men shu siz kutgan pul. Nechi kam aka ayting qani? Bex nechi qildi? Yana nechi 3 qo'shsin. 3 millionmi? Ha. Juda ko'p, 3 million. Sizni hurmatingiz 2 qo'shsin. Siz aka qo'shsam berasiz. Sizni obunachingizdan bo'lib keldi. Mana. Ana. 35 deng izlab tavoq olaman. Ularga bera olmayman. Jon aka. 35 ko'nglida o'tkir aka. 35 larga 1 beraman. million so'radim, 100 200 Mol o'zinchi emas. Ochiq aytib sota olaman-da. Shuning uchun aytaman. To'g'risi gap. Injilmang. Yo'q. Bering aka, bu pul o'zi. Bu nima qilasiz? O'zi bozor ham mol ko'ryapti. Nay, beraman. Yo'q. Nechiga bermas ikkovini? 33 million 300. 33 million 300 ga kirasiz. Orbek yaxshimiz. Nechi puldan ekan bular? Bova zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Ishdan yaxshi. Nechidan bermadingiz bular? 300 ga 20, unisini 8 qilyapti. 300 ga 20, bunisini 18 shotirib so'rayapti. Bozor bugun qanday? Oluvlimi? Urushda aka nechi puldan buzovlar? Buzovlar 16,5 nechi pul bo'ldi aka? Yaxshimi? 31 karton. 31 million yig'di. 31 dan. Toyga bular sotdingiz-ku, yaxshimi sotchamadingiz? Nechidan bermadingiz shular? 15 million 200 dan. Bir joyga 15 million 200 ming so'mdan mana shular bermadi. Uyku var zo'r ekan, boshqa narsa. Buni farq orqara yomon. Javon emas ekan. Sifati bor. Lekin sifatli. Yaxshi mollar. Qancha so'rayapsiz? 11,5. Bering.
Ochiq ko'ngil bilan 14,5 million. Ana. Baraka doimmi? 15 bo'lsa olmaydi. 14,5 million. Yo akajon bo'lmaydi. Rahmat. Akani qo'lini jilib qo'yasiz, aka has. Yetib pastdan agli. Assalomu alaykum. Bu yerda ham savdo bo'lyapti. Savdo avuj bo'lyapti. Qaysi savdosi bo'lyapti? Qaysi biri? Mana 10 million so'rayapti. 10 million. 10 million. 10 million. Buni necha so'rayapti? Mana. Ikkovini so'rayapti. 300 ham yo'q, 16 million so'rayapti. Hali bizon. Barakang bormi? Akajon beraman. Olgan odamdan baraka top. Baraka topsin deb. Aka buni necha ko'rdi bozor? 11 mi? 12 so'rami? 12 million so'rayapti. Qanchaga chiqdi savdo? 19 million deyapti. 19 million so'mdan savdosi bo'lyapti mana. 12 million 700 ming. Bering ey. 12 million 700 ming savdo bo'lyapti. 19 million so'mdan bularning savdosi. Nech qanchaga olding? Ha, sotalyapti. Nech pul bu? 13 million. Ho'kiz 13 million. 10 million so'radimi? 11 so'radi. Bu nech pul bo'ldi aka? Qancha so'radi? Buni 16 deyapmiz, 13 14 so'rab turibdi. 13 14. Bu qanchaga baraka bo'ldi? 10 million 500 ming. Buni ochini. Charchamang. Puli yengillardi. Ukam ketdimi 8 dan bir joyga? Yo'q, 8,5 dan ketdimi? aka uchovini bir joyga 35 so'rayapti. To'g'ri. Bo'lgani yo'q. Qo'lni so'rargina. Birovri. Misli molcha 10 milliondan beri Yo'q, aka. 11 million 800 11 million 800 dan Ha, 35 million so'radi. 35 millionga berma. 12dan Ketdimi 12 dan? 12dan. Nech pul bo'lar aka? Sizga aytyapman joyim. Bo'lmasa qaytarib berasiz. 18 million bor. Nechiga bermadingiz? 13, 14, 15. Dramaga yeydi. Ukam ishlar yaxshimi? Kayfiyat yaxshimi? Rahmat. Nech pul ekan bu? Buni 11 million kami bor. Erkak a? Erkak. Bozor necha qildi? Hozir 9 million 300 ming so'rayapman. Nomer aytaylik-da, siz bizga so'ragan ko'p bo'ldi-da. 93lik. Xo'p. 069 61 55. Doimiy holatda bor a? Bor. Bundan keyincha harakat topib beramiz. Charchamang. Xohlasin, erkakda xohlasin. Ilojim. Shoxchasi ham kuydirilib. Shunday. Sog' bo'ling. Birlashamiz aka. Aka bu faqat bo'lmagani rangi qizil bo'lmabdi-da buni. Shunday. Nech pul ekan bu? 25 million. Bozor nima dedi? Bozor 22. 22 so'rab. Gibrid variant ko'ryapsiz. Ya'ni hurmatli kuzatuvchilar, videomiz foydali va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir dona like, kommentariy bosib qo'yasizlar. Katta kichik mollardan ko'rsatib o'tdik. Xudo xolasa hammani ishiga kasb Alloh baraka bersin. Uzoq polvonlari mana. Sog'mi aka? Qo'y bozorida ham imkon qadar xudo xolasa olamiz.